Navbatdagi oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Inox akril bilan oq akril kombinatsiyasida ruchkasiz variantda ruchka joyi tepada ochiq qism qoldirilgan qo'l bilan ochish uchun. G'aznalar ham tandem mexanizmdan qo'yilgan 20-30 kg yukni bemalol ko'taradi. Stolni ustiga o'yib qo'yiladigan gaz qo'yilgan. Moykalar ham full moyka qo'yilgan, 4-5 xil funksiyani bajaradi. Gel soladanlari, stakan yuvadonlari. Bu tarafda sushilka o'rnatib berganmiz, idish tovoqlarni to'xtatib qo'yish uchun. O'ng tarafda kirmashin uchun joy qoldirib, kirmashindan o'rnatib berganmiz. Bu yerga distillangan suvni ham to'qib bemalol foydalansa bo'ladi. Depa qismi ham ruchkasiz variantda bo'ldi. Sensorli vitishkalar ham o'rnatildi. Yan tarafda shkafning ichida turba joylari beklab shkafning ichida qolgan. Ochiq joylaridan unumli foydalanib bir polka bo'lgan. Depa qismi ham shuningdek turbalar yashirinib qolgan. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Kimda kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaverasizlar.